Assalomu alaykum, yurtdoshlar. Nazoratchi Muhammad Amin masjidindamiz. Yine ustalarimiz masjidni yon tomoni, gün chiqar tarafini stajga ettiler, xudo xolasa. Endi yana bu yoqda zelyoniy zonasi, yana stajga bo'ladigan joylar bor. Bu yoqda yana stajga bo'ladi, xudo xolasa. Ustalar ishlab turibdi. Endi xudo xolasa stajga bo'lgan joyni burchakka qilib boshlashimiz kerak. Shuning uchun sizlardan iltimos, shu videoni tarqalishida o'z hissalaringizni qo'shsangizlar. Shunga bizlar Biram masjidimizda 2000 kvadrat burchakka yetadigan 2000 kvadrat burchakkamiz. Shu oq rangli burchakkani tanladik. Burchakkamizni endi xohlovchilar manzilni beramiz. Shu Muhammad qishlog'idagi prezga qarab aylangandan keyin o'ng tomonda preza yetmin, o'ng tomonda shuda burchakka chiqarib turgan sex bor. Shu sex bilan kelishib oldik. Kvadratini 46 ming so'mdan, kimdir 5 kvadrat, kimdir 10 kvadrat, kimdir 1 kvadrat xohlovchilar shura o'zlari pul berib ketishlari mumkin. Xohlovchilar shu ko'rsatilgan plastik kartasini tashlab berishlari mumkin. Yana pritsina bilan o'tirib berishlari mumkin. Xohlovchilar bo'lsa firmadan, tashkilotlardan pritsina qilish uchun ma'lumotlarni beramiz. Aloqaga chiqsalar pritsina bilan tushirsa bo'ladi. Bu imkoniyat ham bor, xudo xolasa. Shu hammangizdan shu iltimos. Shu videoni tarqalib, shu ehson sohiblarini topishda, ko'maklashda yordam qilsangizlar. Shuni agar shu pastda ko'rsatilgan raqamlarga chiqsangizlar, bu plasga tushgan pul faqat shuni burchakkasi uchun ishlatiladi. Shu burchakka deb tashaladi, burchakka ishlatiladi, xudo xolasa. Har kim o'zining hissasini qo'shib shu xayr karvonini, shu oxirgi xayr karvonlarini ilishib qolishi hammamizga nasib etsin. Alloh taolo hammangizdan rozi bo'lsin. Endi hozircha shag'alimiz, sementimiz hozircha yetadi, xudo xolasa. Eğer bundan ham ehtiyojimiz bo'lib qoladigan bo'lsa, buni ham inshaalloh aytib o'tamiz. Shuning uchun hozir bizlarga zarur bo'lgan narsa burchakka bo'lib turibdi. Muhammadday burchakka sexini manzillarni borib ko'rsatib, shuni o'tib o'taman. Borib to'lovchilar uchun shu quyidagi adresga borishlari mumkin. Bu Muhammad Prezniy yo'li. Prezniy yo'ldan kelgandan keyin bu yana preza, bu yana Ko'naraddon, bu yana sentraga ketadigan yo'l. Shu yerda Uyg'urda ishi sex bor. Biz hozir oladiganimiz ishining oq rangli bo'ladi. Ya'ni Navoiyni Miramir doshining ham maydoni bo'lgan burchakka. Ya'ni 20-20lik hamda 30-30lik razmerlarda. Yani 30-30'lık razmerler işinin bo'ladi. Ortada 4 mush alingan, yani qora rang nasi bo'ladi. Ortada qora ranglari bo'ladi mushlarında. Shu sexda Ruslanbek ukamiz bor, shu sexda shu yerga kelib bemalol Hazrat Muhammad Amin masjidina burchakka ehson qilsaqadim deb ko'nglingizdan nechasini chiqsa, ya'ni har kim o'zining imkoniyatidan kelib chiqib shu yerda Ruslanbek ukamizni berib ketaverasizlar. Allah Teala hammangizdan rozi bo'lsin. Salomat bo'linglar.